Mana bugun o'tdim bozorda, mana Mazi Jahon bozorida. O'tdimda. Acha uni 70 dan qilib beramiz aka. Ha. Bu yerda biz joy ko'pchilik biladi, mana mashina avtoel do'koni tagiga bizniki. Hojib? Bu nima narsa? Antena, pantena ko'tarib. Ha, o'ta shoperdiki ekan, olib qo'ydim. O'g'limga dedi. Qara oldingizmi? Akmal aka, labodik. Hali ko'k ochizmi? Ha? Ko'k, rangi ko'k ochizmi? O'na aka, katta razmer. O ashakda. Ana u turibdi. Uni nech pul deyapsiz? Uni 130 ga beramiz aka. Bir yerga keldi uni. Bu tuvakka ekadi aka. Tuvak. Bahorda ekib bo'ladi. Bahorda eksa bo'laveradi. Qishdan olib qo'yasiz. Qishda olib qo'yiladi. Bilaman. O'tdimda mana qora akam ukasi bu ya. Abdullo aka. Hoji akam, Nodir aka, Elir aka, Muhammad Sodiq aka. Bu qorani nech pul berdingiz anaqa Nodir aka? 25 mingdan beryapmiz. Anaqa, Muhammadjon anaqa. Anaqangiz bormi, pulingiz bormi? Anaqa man bor, anaqa man bor. Anaqa bermayapmiz ama nasib. Faqat naqd anaqa qilyapmiz. Vay, bu beraganda. Ma pipirmachi Elir aka sizga? Sizniki Nodir aka? Nech pul bu? 10 ming so'm. Qo'lingizga solsa nech pul oldingiz? 3 ming? Yaxshi. Muhammad Sodiq aka. Qo'shningizga salom aytavering. Qo'shningizga salom aytavering. Hello Turkiya debdi. Aka desangiz. Kim? Yo siz videoga tushmadingiz? Bu ya Benjamin nech pul aka bu? O'pdim? Ha, 30 mingmi o'zida? O'pdim deb qo'yibdi. Gitarachi aka? Gitara 50 ming ekan. Bu Damas siznikimi aka? Ha, chiroyli ekan a. Uni bilmadim aka, ama. Kofelarimiz 85 ming ekan, 95 ming beryapmiz. Bazaga o'tamiz. O'zi qishda ko'p kelardinglar, Yulduz opa sizlar. Xo'jayin ketib qoldilar. Qayerga ketdi? Ha. Ha. Mana bu 100 ming deyapsiz. Diamondlar. Do'kon ochib oldingiz opa siz ham? Do'kon ochdingiz a? Yana bekitdingizmi? Nimaga? Ha. Ha. Aka 70 ming beravering. 70 mi? Ha. Keyin bozor izbobdan o'chirib turamiz aka. Qachon chiqadi rahmatulloh aka? Ha, chiqishini. 50. Aha. 60 ga bering. 10 ming so'm sigaretaga nospa so'raylik. Bo'ldi aka. Bo'ldi. Rozimisizmi? Yo'q, rozimiz aka, anaqasi yo'q. Mana buku. Xo'p, yaxshi aytib oling aka. Bog'lar katta ekan-a. Qo'yki bular 180 ming so'm. Hani 180 ming mashina. Ha. Mana 8 ta olib chiqdik, biroz tushunmadi. Uni tushunadi olasiz faqat. Yana opa, assalomu alaykum. Tuzingmisiz? Opa, ash qoldi. Endi balatni yana bir 10-15 kundan keyin kelsa kerak. Mana ba'da 50 ming so'mlik, 55 ming anteri. Qaysi? Yo, sotiladi bu yoq. 180 ming katta razmer. Ayollarimiz o'shani. Ha, 35 ming. Nech pul beradi o'zi? 103 tami? Ha, qilib beraveramiz. Tanloving opa. Nech so'm? Kamaytirib berasiz. Yo'q, 180 sizga berishimiz. Qaysini so'raysiz opa? Mana bor opa. Mana bor opa. Manetdan bor. Ha, mana 3 ta yashik bor, mana bor. Mana turib so'z olib ketdim. Bo'ldi aka. Aha. Hop aka.
Qancha qilaveradi Maryamniki? 35. Buni necha pul dedi? Yosh o'rtacharoq kichik yuradi. Hoji aka mana nechi pul? Baringa Muhammad Zarif aka. Mana aka. o'zi bo'y balandroq, u ham o'zimiz. Abdulla aka mana nechi pul aka? Ular 60 mingdan aka. Manosichi. Ular 90 ming. Manosichi aka. Ular 150 ming. Zamiyalar 95 ming. Ola baqish qiyinmi? Bu ham beyor narsa. Yerga yo'q, yerga kelmaydi. Mana Antonio. Bu karitsa degan narsa aka. Ochilmaydi. Manzara. Ko'rganmisiz Saudiyada? Ha. Karitsa zo'r narsa. Uni kattalari bo'ladi. Ha, u yoqda bizda unaqa bo'lmaydi lekin. Plasmasdaga o'xshaydi bu jonivorda balki. Dubayda ham ko'p bunaqa. Ha, ha. Avaz aka nimalar bor aka? Yo'q. Yegani. Hozir kelaman. Egasi yo'q deb borasizlar. Tushundinglar Muhammadjon? Ha? Egasi yo'q deb boringlar. Oldi aka. Anturimizda 50 mingligi bo'lmadi. 50 millik bor opa, uni yashil ichida turibdi opa. 50. Qochkisi buzilmaganmi, dona ilib ekilganmi? Yo'q, pachkasini buzmaymiz. Ha, bo'linmagan deyapsizmi? Bo'linmagan, biz bo'lmaymiz opa. Qachon beryapsiz? O bir bacha. 50 ming. Ha, bular 75 ming 80 ming beryapmiz. Nechi pul oldingiz uni? 50 mi? Ha, bo'ldi, yaxshi olib hisoblan. Bozor ham tugaydi edi. Hop. 45 ming zolotoy ribka. Narxini bitta-bittali bafurja odam yo'qlaydi. 35 ming. Anaqa bambuklar 110 ming so'm, 100 ming banana. Bu ham bir yashik edi, 3 ta qolibdi. Archa 80 ming aka. Anturimlar 50 mingdan, 55 mingdan bitta Leo 120 mingmi, 110 mingmi shunaqa. Dekabr, shotakami dekabr sizlar ekan bunalar? Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Mana 100 minglik diamond mana mashi bo'ladi. Eng katta razmer. Biz 30 mingmi? Biz 40 minglik archalar. 35 tami 40 tacha edi, 4 dona qoldi. Askaragan gullar, zimniy alkuba. Buni askaragan o'zi. Namanganlik klientlar, faizli odamlar. Xolmurod aka. Ketdilar. Aka. Aka bular sotilgan ekan. Bo'ldi, olib qo'ying. Pul bermadingizmi hali Xolmurod aka? Kimga? Askar akamga. Berdim. Siznikimidi u? Ha, yo'q, meniki. Askar akam ham. Xolmurod aka u yoqda bekitsa bu yoqda olyapman. Kofelar 190 ming, 180 ming. Nimada kraton 220 minglik eng katta razmer. Hop, mana Shohid akamizning guli bor. Shuni reklama qilishdik. Abdulla qarab tur. Mana o'sha Shohid akani reklama qilib qo'ying. 7 ming masalan. 7 ming oldinglarmi opa? Zo'r ekan. Nima bu? Ana Shamshod akani? Ha. Shohid aka, mana firma nechi pul? 35 mingmi? Çek kamera var ekan do'stlar. Anturimlar 55 ming lira.
5 ming. Azaliyachi? Güzelliği 60 bin, 110 bin, 220 bin, 320 bin. 320 ming. Kamelachi? Kamera 500 bin son. Kamela 500 ming. Qizil ekan aka bu. Kraton. Zaten 200 gram. Savig'ichi? Savig'i Shoyat aka. Ular 100 gram. 100 gram mingdan savig'i. Tillari. Vog'azmi necha pul dedingiz kattani? 220 bin kamera. 320 ming. Nomeringizni chiqarmay qo'yaverlik aka. Qarang, 33 bin. 547 55 55 57. 55 57. Ha, bo'ldi. Qaysi bozor sizniki? Bizniki bilmadim, men Jahon bozori. Qaysi bozor sizniki ham bo'ladimi? Nima deyapti? Oh. Bu ertaga YouTube'da narxim bilan chiqib turmayman. Bo'ldi, chiqdi. Bo'ldi, qo'y bo'ldi. Ya siz ko'rinmaysiz. Hozirda yig'a ketyapsiz. Masalan bor, mashinani olib keling. Tezlab keling. Tezlab keling. Nima, uzugingizni yo'qotdingizmi askar aka? Yangidan chiqqan ekan. Sizda uzuylar. Video ko'ryapsizmi? Bu bola bizni Tiflisda ishlab yurgan paytdachi kattasi bo'lardi. Aka, gapni eshitingda. Endi bakini ushlab turib, erkak ayolni akasini biladigan aytibdi, akalar aytib beribdi. Ana bo'pti aka. Singari nechi pul askar aka? Askar aka? Voy askar aka. Odam meni olib ketibsizlar akammi? 15 ming. Yuqyapti ekanmi? Sizda Yendan bo'ladimi? ha yondan Mashina bo'ladi, bu o'xshab ham yo'q. qoladi. Hali bor bunga, yoshi borda, yoshi yetganda o'zi bir yoshda hozir. Bir yoshdan keyin aka. Bir yoshi vaqti kichkina bo'ladi, yilli bo'ladi. Bu qani? Bir yoshdan keyin baland bu. 3 ga kelibdi. Yuragi madi ekan. Mana katta temalar hal bo'lyapti mana mana. Nimadirlar hal qilishyapti. Bozorda nimadir narx tushadi yo nimadir nima bo'ladi. Mana shu hal qilishyapti. Hojim. Abdulla aka mana nechi pul ekan? Ha? Abdulla aka 90 ming so'm. Ha. Mana Turash akamiz. Nechta olinadi? 200 so'm berasiz. Optimda, optim olasiz. Ha, 10 ta olaman. Akam, laklar nechi pul? Jentrasi bor ekan. 50 ming. Yo'q, 50 mingmi? Ha. Mana ya. 65 emasmi? Videoga olyapman-da. 65 ga 80 mingmi aka? Ha, 65 ga 80 ming ekan. Eski shaharda hidi kelib ketdi dedim, aytdim. Assalomu alaykum aka. Azizlar. Bozor bozor ko'rsasiz. Akangizmi? Antarim 10 ming sotyapti. Akangizmi bu ya? Akam bu. Toshkent akangizmi? Yo'q. Ha, o'xshab ketasizlar deganda, ko'zlaringiz. Siz bilan yurgan o'xshab. Bilaman, o'xshab ketadi bu ya. Eshitib sotyapti. Teshitib sotyapti? Elar aka, mana nomi nima ekan? Ha? Qaysi tilda gapirdingiz? Sikas chiroylilar bekinyapti mana. Hali o'lyaptimi? Ha, azaliya kelibdi bu yerda. Mana xo'sta bor ekan.
Hozirgi 16 ta oldi. Ashundan 8 ta sil. Elar aka hostdan nechi pul? Dostani 60 dan beraman. 50 ga. Nima? Lava petalon dedingiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bon. Ishtochilar. Ha. Kamera 200 ming. Mana yana nimadirda hal qilishyapti bular. Sizlar gulinglar katta ham chiroyli ekansizlar. Sizniki bizniki bormikan bu yerda? Ammo mosalarniki emas bu. Ha. Nimasi farqi bor? Narxi nechi pul ekan buni? 85 ming, narigi 85 ming. Mosalarga nechi? 80 ming. Bir xil ekan, ha. Hozirgi nomeringizni chiqarib qo'ying, men YouTube'ga men anaqa gul kerak bo'lsa o'pdim narxda. Yo'q, yo'q. Nimaga? 91 477 25 nomli. Bo'ldi. Telefon qilasiz. Haqdorlar bilmaydi, bilib qoldi. Ha. Haqdorlar, Sekin joyimizga kelib oldik. Abdulla aka, ayog'i sotilganmi? Dekabrist mana ola. Sotilganmi? Ha, siznikimi opa? Bo'ldi, bo'ldi. Ha, ukam hisoblab beradi hozir. Shunaqa qilib mana video sizga turib, ha? Dil izhorlaringiz bo'lsa gapiring. Nimaga o'xshaydi ekan? Nimaga o'xshaydi ekan? O Jamshid aka. Kerak. Siz ha? Az ko'p pul beradigan klientingiz kerak, ha? Bu aka olori klienti. Mana bu yoshligida Rossiyada istayanchilik bo'lganda bu. Hazillashyapman aka. Endi aka, men qish keldi-yu. Bozorlar sekin-sekin tugayapti. Yo'q, aka, bir 2 haftadan keyin manaqa savdolar sekin tushadi-da, xizdan tema chiqyapti-yu. Anaqa holmadan ekan aka. Savdolar tushadi, shunga hazil-huzul qilib. Bu yerda aka, misol uchun 5 mingta, 6 mingta odam ko'radi-da. Tapishgan yechib olib, askaraga. O'zi hamma klient shunaqa jahon bozorida o'sha qo'yib qo'yadi aka. Bu nechi pul berdi aka? Bekarga berdi-da. U yo'g'i, askaral bekarga gul beryapti-kanda, yozib qo'yaman YouTube'ga. Yo, nima 100 ta odam qo'shdi? Odam qo'shgan. Ha. Bitta ham qo'shmaydi. Yo, yaxshi aka. Bizga kelgan kirib aka. Siz chiqing askar aka, yengilsiz, katta odam chiqarasizmi? Nechinchi yil Sonovda aka? Dadingiz bilan degan deb qo'yadi. Nechinchi yilsiz? 83? Tekinmi? Ha, 80. Tekinmi askaraga mana shular? Ha, tekinga berib yubordim. Ha. Bu aka bor narsa ekanda haqiqatda 100 ta. Ha, 10 mingdanmi? Siz bozorda oramini chiqarar ekan bolalar. Gapim chala qolib ketdi aka. Bozorlar tugayapti dedim-ku. 2-3 haftadan keyin gruppada sotiladigan bo'lib qoladi-da. Biz ko'rmaymiz-ku. Endi biz ko'ra olmaymiz. Mana YouTube'ga video olmayman-ku. Ana shunga oxirgi video bo'lyapti bu aka. Ama meni gulni olsangiz bunday o'rab olib ketasiz-da aka. Ha. Oh, hammani olib keldim. Shoyat berdi ham, Eylar akani ham. Aka, nima bo'lmoqchisan? Ulkan askar aka bu yoqqa kirdi. Askar aka.
Bu yoq kirdi. Yo'q, bo'pti, bu yoq kirdi. Ko'pchilik keyin so'raydi-da, mana shunaqa bitta Lambo to'ldirishga necha pul ketadi dedi-da. 25 million. Qo'rqib ketdimi? 25 millionmi, 27 millionlik gul ketar ekanda, aka hisob kitob qildi, bittasi oluvdi. 27 million, 30 million atrofda pul ketdi-da. 100 ga bo'lib berdim. Ha? 100 ga bo'lib berdim. Nimaga? Gap. Voy, yo'q, unaqa foiz yo'q. Bizda nasiya ishda aka. Asqar ashuni shu 100 ming so'm tashi. Onun, uchun to'rt. 100 ming so'm beradi, rashab qo'ying. Bugun bozorlasak ham tugaydi ekan. Oxirgi video. Mana shu yerda mana Artel do'koni tayida. Yozuvi ma'lum turardi, mana tushib qo'yishibdi. Pastga qisqasi mana shu robotga yetmasdan chap qo'lda mana shu Artel do'koni tayida bizniki. Shu bugungi video shun bilan tugaydi ekan. Keyin yana chiqsa yana oxirgi videolar qilib qo'yib qo'yamiz Optim do'koni. Ancha-muncha tanishlar bilan hazır-huzur qilib qo'ydik. Videoga like bosib qo'yinglar. Akram akam o'rgatib qo'ydi, like bosinglar deb gapiringlar. Unda ko'payadi prosmotr izlaydi. Like bosib qo'yasizlar ekan qisqasi.